Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bizning axborot kutubxona markazimizga xush kelibsiz. Rahmat. Xushvaqt bo'ling. Men mana shu kutubxonaga a'zo bo'lmoqchi edim. Buning uchun nimalar qilish kerak? Bizning axborot kutubxona markazimizga a'zo bo'lishingiz uchun avvalambor shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatingiz kerak bo'ladi va o'zlari xohlagan kitoblarni bemalol tanlab olishi mumkin. kitobimiz elektron variantini izlab ko'ramiz. Buning uchun biz Milliy kutubxonamizning veb-saytiga kirib Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kutubxonamizga xush kelibsiz. Rahmat. Menga shu yangi chiqqan gazetalarni kerak edi. Shundan foydalansam bo'ladimi? Albatta. Bu Zardor gazetasi. Tumanimizdagi har kunlik ko'rayotgan voqealar, muhim hodisalar haqida maqolalar chop etiladi. Marhamatdan chiqishingiz mumkin. Ayni kundagi yangi sonda Qurbon hayitini munosib nishonlash haqida muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning qarorlari ham birinchi sahifadan o'rin olgan. Rahmat. Rahmat. Kutubxonaga kelgansiz. Kutubxonaga keldim mana. Kutubxonalarimiz markaziy kutubxonaning barcha sharoitlar bilan tanishib chiqdim. O'zimga ma'qul bo'lgan kitoblarni oldim. Kitobxonaning taqdimotini sizlar orqali Kitobsiz taraqqiyotga, yuksak ma'naviyatga erishib bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev